Xo'p, avvalambor assalomu alaykum. Bekafton Ajad yordamchilari. Mana birinchi YouTube'ga videomizni ham boshlab oldik. Hozir orqamda turgan mana shu BYD Soing Plus'ni obzorini ko'rib chiqasizlar. Hafta kuni yakshanba, sanasi esa 14-dekabr. Xo'p, sizlarga hozir ana shu mashinani obzor qilib qo'yib beraman. Sizlardan like, comment. YouTube'ga birinchi kino formatda video olishim. Jonlar sog' bo'lsin. Aktivni ko'rsatinglar. Xo'p, BYD Soing Plus'ni zo'r sosteniyasidan topib qo'ydim sizlar uchun. Diskalar radnoy ko'rishlaringiz mumkin. Adashmasam 500 yoki 1000 dollarlik parol to'qilgan. Sizlarga salon holatini ham ko'rsataman. Salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham idealli turibdi. Chig'ollar, ya'ni o'zini zavodskiy perforatsionniy kojasida bo'ladi. Kichkina monitorda, chunki bu zapas xodi kamidan, ya'ni 550 yoki 505 kilometr yuradigan mashinamiz bo'ladi. Xo'p. Mashinaning tashqi ko'rinishini ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham zo'r holatda saqlangan ekan. Kraskasi foiz toza. Yong'isini bila olmadim. Xo'p. Mashinamiz yili 2022-yil ishlab chiqarilgan bo'ladi. Probeklar esa 56 ming halol o'zini yurgani deyapti. Mashinamiz juda ham ideal holatda turibdi. Xo'p. Pastda esa egalar nomer bo'ladi, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Joyinglar sog' bo'lsin.